Sizlar bilan o'sha men Foul Play kanali. Hozir sizlar bilan birga Minecraft'dagi One Block o'yinini o'ynab, qani baho berib ko'ramiz. Videomiz 10 minut, 10 daqiqalar atrofida chiqadi deb o'ylayman. 15 daqiqalar, chunki kam vaqt ketyapti. O'zimizning ishlarimiz bilan bir charchab qolganimiz uchun videolar kam chiqyapti. Ammo sizlar bizni qo'llab-quvvatlayapsizlar. Tez 100 taga harakat qilyapmiz. Tezroq 100 ta bo'lishimiz shart. Qani ketdik o'yinga. Xohlasangiz men bilan birga Minecraft o'yinini o'ynashingiz ham mumkin. U qishloqning ovozi keldi. Sizlar ham eshitgan bo'lsangiz qanday qishloqning ovozi kelyapti. Taraf chopamiz. Loy olamiz. Yana nima chiqadi? Yana tuxum, sigirni tuxumi bilan tovuqning tuxumi chiqyapti. Ferma qilamiz ham One Blockda. Hozir birinchi maqsad uy qurish One Blockda. Hozir shunga harakat qilamiz. Sizlar bizni qo'llab-quvvatlasangiz bo'ldi. Endi atrofimizga narsalar qo'yib chiqsak ham bo'ladi, menimcha. Bo'lsa-ki tushib ketishimiz ham mumkin. Tosh chiqdi, endi toshni ololmaymiz chunki kirka yo'q, bizda taxta ham kam. Shuning uchun bitta yasashga ketadigan taxtamiz bor. Shuning uchun har narsani tejaymiz. Taxta chiqdi. Hozir birinchi o'rinda nima edi? Yasayman. Birinchi o'rinda hozir verstak yasab, taxta ko'proq yig'ilsa, ana qilaman. Kirka yasayman, chunki tosh kavlashimizga kerak bo'ladi kirka. Mana bu yasaymiz. Yana loy chiqdi. Loyni yordam beradi, chunki daraxt o'stirishga shunga yordam beradi. Lekin hozir bu tarafga qo'yib bo'lmayapti. Qo'ya olmadim bu tarafga. Lekin bu tarafga qo'yib bo'lyapti. Endi qo'yib bo'ldi. Hozir yana loy olamiz. Endi kirka yasashimiz shart. Hamma daraxtimizga hozir maydalab oldik. Endi cho'p olamiz, kirka olamiz. Endi toshga olamiz. Endi loy olamiz. Yana tosh yaxshi, chunki pechga yasashimizga kerak qoladi tosh. Lekin hozir daraxtga ham bir taxta ko'proq chiqsa, bolta ham yasa olaman. Tapor yasa oldik. Bu yerga bularni qo'yib olamiz, keyin loylar atrofga qo'yib chiqaylik. Tushib ketmasligimiz uchun. Loy chiqsa yaxshi, yordam beradi, chunki atrofimizni kattalashtirishga. Loy chiqsin deb turib, faqat loy chiqavermasin, kerak bo'lib qoladigan narsalar ham chiqsin. Hozir birinchi o'rinda 9 ta tosh yig'ishimiz shart, bo'lmasa ochlikdan o'lib ketamiz. Yaxshi, taxta chiqdi, tosh chiqyapti. One Blockda o'ylashimcha yaxshi tomoni monsterlar chiqmasa kerak deb o'ylayapman. Monsterlar chiqmasa yaxshiroq bo'ladi, chunki monsterlar urib tushirib olsa, keyin narsalarimiz qolmay, yana narsalarimiz qolib ketsa yomon bo'ladi, chunki shuncha yig'gan blokimiz yo'qib ketadi. Narsalarimizni sandiqqa qo'yib sandiq teppan bochkaga qo'yib olamiz. Tuxumlarni ham hozir keragi yo'q, qo'yib olaman. Yaxshi, ko'proq blok yig'ildi, loydan atrofga qo'yib chiqay. Bu tarafga qo'yamiz. Maberga qo'yamiz. Bu tarafga qo'yamiz bitta. Daraxt chiqdi, yaxshi. Bitta oldindan bir One Block o'ynab ko'rdim.
One Block o'ynaganimda minus tomoni blok vaqtinchalik sekin chiqib qolyapti-da, shuning uchun tushib ketib qolishimiz ham mumkin pastga. Shu minus tomoni bo'lyapti One Blockda hozir. 1-2 marta tushib ham ketdim. O'zim alohida video zapis qilmasdan turib o'ynaganimda. Daraxt ko'p chiqyapti. Bu yaxshi, uy qurishimizga yaxshi bo'ladi. Hozir atrof mana shu tarafdan, bu tarafdan uy qursam ekan deyapman. Mana bu tarafdan. Uyni polni qo'yib chiqaman birinchi o'rinda hozir. Anchagina yassa olayotgan hozir. Keyin ko'proq daraxt chiqaversa, boshqa narsalar ham quraveraman. Uyga eshik, beshik, boshqa narsalarni ham asta-sekin qo'yib chiqaveraman. Oldin uyda atrofini o'z katta uy keragi ham yo'q, chunki One Blockda bitta o'zimman. Keyinchalik do'stlarim bilan birga chiqib qolishim mumkin. Qo'yib chiqamiz taxtalarni. Mana shu pol menga yetadi. One Block o'ynashni xohlasangiz kommentariyamizga yozib qoldiring. Birga mazza qilib o'ynashimiz ham mumkin One Block. Daraxt taxta bilan o'rab chiqaman shu. Bo'ldi. Yana boshladik loykalar. Bu tarafga bir loy qo'yib chiqay, yetarli. Hozircha minus tomon mana bunday bochkalar chiqmayapti. Bochkalar ichida daraxt chiqadi, boshqa narsalar chiqadi. Yaxshi hozir tosh chiqib turibdi. Taxta. Ko'proq taxta yig'ib uy qurish kerak-da. Hozir harakat uy qurish. Bu videoda One Blockda uy qurish kerak. O, yaxshi. Ko'mir, temir ham chiqdi. Yaxshi. Ama vibratsiya bo'lyapti telefonda. Qanday vibratsiya bo'ldi? Nimaga? Ha, mayli. Video shu yerdan to'xtar ekan. Xayr, sog' bo'ling. Sizlar bilan o'sha Foul Play bo'ldi.